Salyut do'stlar, hammalarga xayrli kun. Sizlar bilan Diamond va bugungi videomizda Nether'ga portal qurishni o'rganamiz. To'g'ri, aytishlaring mumkin, portal qurishni kim ham bilmaydi. Lekin oramizda Minecraftni yangi boshlaganlar ham bo'lishi mumkin. Ular esa bilmasligi aniq. Unday bo'lsa, qani videomizni boshladik. Birinchi navbatda bizga mana shunday lava ko'li kerak bo'ladi va mana bunday idishdagi suvni lava ko'lni qirg'og'idan shalpillatib quyib yuboramiz. Suvni quyganimizdan so'ng esa lava mana shunday qora toshlarga aylanadi. Bunday qora toshlardan bizga 10 dona kerak bo'ladi va biz uni olmosli kirka bilan qazib olamiz. Chunki olmosli kirkadan boshqasi qaziy olmaydi, albatta nezritlikdan tashqari. Unda sizlarni zeriktirmagan holatda videoni ozgina tezlashtirib yuboraman, chunki sizlarda zerikishlaringizni xohlamayman. Ko'rib turganlaringdek qora toshlarimizni ham qazib oldik va biz portalimizni ancha chiroyliroq qurishga harakat qilamiz. Pastga 2 dona qora blok qo'yib, yoniga mana shunday oddiy toshdan qo'yamiz va ustiga esa 3 dona qora blok joylashtiramiz. Keyingi tarafini ham xuddi shunday qilamiz. Oddiy tosh va yana ustiga 3 dona qora tosh qo'yamiz. Ustidan esa yana bitta oq tosh qo'yib, keyingi tarafimizda ham xuddi shunday qilib ustini bekitamiz. Unda shunday yoniga ikkita qo'yganimizdan so'ng ko'rib turganlaringdek voila, portalimiz tayyor. Endi buni ishlaydimi yo'qmi bilish uchun bizga mana shunday chaqmoq toshni olamiz va yoniga bitta charsillatib qo'yamiz. Ko'rib turganlaringdek portalimiz ishlayapti. Qani birgalikda tekshiramiz. Turishidan hozircha portalimiz juda normalli ishlayapti. Mana ko'rib turganlaringdek portalimiz ishlayapti. Video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.